Agar telefoningizga bankdan, soliqdan, suddan, kuryerdan yoki tanishingiz nomidan g'alati xabar kelgan bo'lsa, agar sizdan kod karta raqami, pasport ma'lumoti yoki ilova orqali tasdiqlash so'ralgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun har bir odamga tegishli bo'lgan juda muhim masalani tushuntiraman. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, bank kartangiz va telefon raqamingiz orqali sizni qanday aldashlari mumkin? Bundan qanday himoyalanish kerak va agar pul yechilib ketgan bo'lsa, nima qilish lozim? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam o'z pulini va huquqini saqlab qoladi. Men bu mavzuni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Oldin firibgarlik ko'proq ko'chada, bozorda yoki qog'oz hujjatlar orqali bo'lardi. Masalan, odamdan qarz olib qaytarmaslik, soxta tilxat yozish, mahsulotni boshqa narxda sotish yoki tanish bilish orqali aldash. Bunday holatda odam ko'pincha firibgarni yuzma-yuz ko'rardi. Manzilini bilardi, guvoh topish mumkin bo'lardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgar sizni ko'rmasdan boshqa shaharda yoki hatto boshqa davlatda o'tirib ham pulingizni yechib olishi mumkin. U sizning ismingizni, telefon raqamingizni, qaysi bankdan foydalanishingizni, qaysi ilovalarga ulanganingizni bilishi mumkin. Eng xavflisi, u sizni qo'rqitib, shoshirib, o'zingizga qarshi ishlatadi. Ya'ni pulni u emas, siz o'zingiz tasdiqlab yuborgandek ko'rinadi. Men ko'p odamlar qiladigan bitta xatoni ko'raman. Ular men oddiy odamman, menda katta pul yo'q, meni hech kim aldamaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Firibgarlar faqat boy odamlarni izlamaydi. Ular minglab raqamlarga bir xil xabar yuboradi. Kim ishonsa o'sha nishonga aylanadi. Bir odamdan 200 ming so'm, boshqasidan 1 million so'm, yana boshqasidan 1 million so'm olishsa, umumiy summa juda katta bo'ladi. Bugun har bir odam ehtiyot bo'lishi kerak. Talaba ham, nafaqaxo'r ham, tadbirkor ham, uy bekasi ham, davlat ishchisi ham. Chunki hozir bank kartasi, mobil ilova va telefon raqami kundalik hayotning ajralmas qismiga aylandi. Oylik ham kartaga tushadi. Pensiya ham, stipendiya ham, onlayn savdo ham, to'lovlar ham shu orqali bo'ladi. Birinchi asosiy qoida: hech kimga SMS kodni aytmang. Bank xodimi ham, soliq xodimi ham, ichki ishlar xodimi ham. Operator ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod aytsangiz pulingizni himoya qilamiz, kod aytsangiz kartangiz blokdan chiqadi, kod aytsangiz arzangiz tasdiqlanadi desa, bilingki, bu juda katta xavf belgisi. Masalan, sizga qo'ng'iroq qilishadi va bank xavfsizlik bo'limidanmiz. Kartangizdan 4 million so'm yechishga urinish bo'lyapti. Hozir darhol to'xtatishimiz kerak deyishadi. Siz qo'rqasiz. Keyin ular telefoningizga kod boradi. Uni ayting. Operatsiyani bekor qilamiz deyishadi. Aslida esa o'sha kod operatsiyani bekor qilish uchun emas, aksincha pul o'tkazmasini tasdiqlash uchun bo'ladi. Siz kodni aytganingizdan keyin pul ketadi. Ikkinchi qoida: havolalarga ehtiyot bo'ling. Sizga posilka keldi, jarimangiz bor, soliq qarzingiz aniqlandi, bank kartangiz tekshiruvdan o'tishi kerak, sovrin yutdingiz, davlatdan yordam pul olasiz degan xabarlar ichida havola bo'lsa, darhol bosmang. Firibgarlar haqiqiy saytga o'xshash soxta sahifa yaratadi. Masalan, bank nomi to'g'riga o'xshaydi, logotip bor, ranglari o'xshaydi, lekin manzilda bitta harf boshqacha bo'ladi. Siz karta raqami, amal qilish muddati va kodni kiritsangiz, bu ma'lumotlar firibgarga ketadi. Uchinchi qoida: ilova o'rnatishda juda ehtiyot bo'ling. Ba'zi firibgarlar telefoningizni tekshirishimiz kerak, masofadan yordam beramiz. Bank ilovangiz ishlamayapti, mana shu dastur orqali tuzatamiz deb sizga ekraningizni ko'radigan yoki telefonni boshqaradigan dastur o'rnattiradi. Shundan keyin ular sizning bank ilovangizga kirish jarayonini, SMS'larni, parollarni ko'rishi mumkin. 4-qoida: pasport ma'lumotlari va selfi ham pul kabi qimmat. Ko'pchilik pasport rasmi bilan nima qila olardi deb o'ylaydi. Aslida hozir ko'plab xizmatlar masofadan turib ro'yxatdan o'tish, mikroqarz olish, telefon raqamini tasdiqlash, elektron hamyon ochish imkonini beradi. Agar siz pasport rasmingizni, yuzingiz bilan selfini, ID karta ma'lumotlarini begona odamga yuborsangiz, keyin nomingizdan qarz rasmiylashtirilishi yoki shubhali operatsiyalar bajarilishi mumkin. Men avvalo yoshi katta odamlarni alohida ogohlantiraman. Chunki ular ko'pincha bank ilovalari, SMS kodlar, soxta saytlar farqini yaxshi bilmasligi mumkin. Firibgarlar ularni qo'rqitishga harakat qiladi. Kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi, sudga chaqirilasiz,
nomingizdan kredit olingan degan gaplar bilan bosim qiladi. Shunday paytda odam vahmaga tushib aytilgan ishni qilib yuboradi. Ikkinchi guruh onlayn savdo qiladiganlar. Masalan, siz telefon sotmoqchisiz va e'lon joylaysiz. Xaridor yozadi: "Men boshqa shahardaman. Yetkazib berish orqali olaman. Mana havola, kartangizga pul tushadi." Siz havolani ochasiz, karta ma'lumotlarini kiritasiz, lekin pul tushmaydi. Aksincha kartangizdan pul yechiladi. Chunki bu to'lov qabul qilish sahifasi emas. Karta ma'lumotlarini o'g'irlash sahifasi bo'ladi. Uchinchi guruh ish izlayotganlar. Uyda o'tirib kuniga 300 ming so'm topasiz. Faqat karta ochib bering, hisobingizdan pul o'tkazib turamiz. Hujjatlaringizni yuboring. Ishga olamiz degan takliflar juda xavfli. Ba'zan odamni pul yuvish sxemasiga aralashtirib qo'yishadi. Siz men faqat karta berdim deb o'ylaysiz, lekin sizning hisobingiz orqali noqonuniy pullar o'tgan bo'lishi mumkin. 4-guruh kredit yoki yordam puli izlayotganlar. Masalan, odamga tez pul kerak bo'ladi. Internetda garovsiz kredit, foizsiz yordam, davlatdan subsidiya degan e'lon ko'radi. Unga oldindan komissiya to'lang. Sug'urta puli yuboring. Hujjat rasmiylashtirish uchun video 20 ming so'm to'lang deyishadi. Odam to'laydi, keyin yana boshqa bahona chiqadi. Natijada na kredit bor, na yordam bor, pul esa ketgan. Agar siz hech kimga SMS kod aytmagan bo'lsangiz, karta ma'lumotlarini begona saytga kiritmagan bo'lsangiz, telefoningizga noma'lum ilova o'rnatmagan bo'lsangiz, oddiy xabar kelgani uchun darhol vahima qilish shart emas. Lekin xabarni e'tiborsiz ham qoldirmang. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbadan tekshirish. Masalan, jarimangiz bor degan SMS keldi. Havolaga bosmang. Rasmiy davlat xizmatlari ilovasiga yoki tegishli rasmiy saytga o'zingiz kiring. Bank kartangiz bloklanadi degan qo'ng'iroq bo'ldi. Gaplashishni to'xtating. Bank kartangiz orqasidagi yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Posilkangiz bojxonada turibdi deyishdi. Kuryer kompaniyasining rasmiy ilovasi yoki rasmiy telefon raqami orqali tekshiring. Birinchi misol: bir ayolga bank xavfsizlik xizmati nomidan qo'ng'iroq qilishgan. Unga sizning kartangizdan 8 million so'm yechilmoqda. Hozir operatsiyani to'xtatamiz deyishgan. Ayol qo'rqib SMS kodlarini aytgan. 10 daqiqa ichida kartasidan 6 million 7 ming so'm boshqa hisobga o'tib ketgan. Bu yerda asosiy xato shoshilish bo'lgan. Agar u qo'ng'iroqni uzib, bankka o'zi qo'ng'iroq qilganida pul saqlanib qolishi mumkin edi. Ikkinchi misol: bir yigit internetda noutbuk sotayotgan bo'lgan. Xaridor men pulni yetkazib berish xizmati orqali to'layman deb havola yuborgan. Yigit sayfaga kirib, kartasini kiritgan. Sayfada pulni olish uchun SMS kodini kiriting deyilgan. Kod kiritilgach kartasidan 2 million 300 ming so'm yechilgan. Bu holatda firibgar xaridor emas, soxta to'lov sahifasini yaratgan odam bo'lgan. Uchinchi misol: nafaqadagi erkakka nomingizdan kredit olishga urinish bo'lyapti deb qo'ng'iroq qilishgan. Unga oldini olish uchun telefoningizga maxsus himoya ilovasini o'rnating deyishgan. U ilovani o'rnatgan firibgarlar telefon ekranini ko'rib turgan. Keyin bank ilovasiga kirishni so'rashgan, o'tkazmani o'zlari boshqargan. Natijada odamning jamg'armasidan katta summa ketgan. Bu yerda xavf ilova o'rnatishda bo'lgan. 4-misol: talaba tezkor ish e'loniga aldanib, pasporti va kartasini bergan. Unga kartangizga pul tushadi. Siz boshqa joyga o'tkazib turasizdi, foizingizni olasiz deyishgan. Bir necha kundan keyin uning kartasi orqali shubhali pullar o'tgan. Keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlar tekshiruv boshlaganida talaba men bilmaganman deb tushuntirishga majbur bo'lgan. Bunday vaziyatda bilmaslik ham muammoni to'liq yo'q qilmaydi. Chunki karta sizning nomingizda. Ba'zan haqiqiy bank sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Lekin haqiqiy bank xodimi sizdan hech qachon SMS kodni, karta PIN kodini, mobil ilova parolini so'ramaydi. U shaxsingizni aniqlash uchun ayrim umumiy savollar berishi mumkin. Lekin maxfiy kod so'rasa, bu darhol shubhali. Men bunday holatda doim bir xil maslahat beraman. Rahmat, men o'zim rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilaman deb gapni tugating. Yana bir nozik joy: telefon raqamingiz. Ko'pchilik barcha xizmatlarni bitta raqamga ulaydi. Bank, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, davlat xizmatlari. Agar firibgar SIM kartangizni qayta tiklatib olsa yoki raqamingizga kirish imkoniga ega bo'lsa, u ko'p narsani boshqarishi mumkin. Shu sababli telefon raqamingizni ham hujjat kabi himoya qiling. SIM karta yo'qolsa, darhol operatorga murojaat qiling.
Begona odam nomiga rasmiylashtirilgan raqamdan muhim xizmatlar uchun foydalanmang. Yana bir muhim masala. Qarindosh yoki tanish nomidan kelgan xabar. Masalan, Telegramda do'stingiz yozadi. Menga tezda 500 ming so'm tashlab turing. Kechqurun qaytaraman. Siz ishonasiz. Chunki profil rasmi, ismi hammasi tanish. Lekin uning akkaunti buzilgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda pul yuborishdan oldin do'stingizga oddiy telefon orqali qo'ng'iroq qiling. Aynan ovozini eshitib, vaziyatni tekshiring. Ba'zi odamlar firibgarlikdan keyin bank aybdor, darhol pulimni qaytarib bersin deb o'ylaydi. Har bir holat alohida tekshiriladi. Agar bank tizimida texnik xato bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin agar mijoz o'zi SMS kodini aytgan, o'zi havolaga kirgan, o'zi tasdiqlagan bo'lsa, pulni qaytarish qiyinlashadi. Shuning uchun oldindan ehtiyot bo'lish, keyin pulni qaytarishga urinishdan ancha oson. Yana bir xato, pul kam edi. Shikoyat qilib nima qilaman deyish, hatto 1 ming so'm bo'lsa ham ariza yozish kerak. Chunki sizning arizangiz boshqa jabrlanuvchilar bilan bog'lanishi firibgarlar zanjirini aniqlashga yordam berishi mumkin. Bugun sizdan 1 ming so'm ketgan bo'lsa, ertaga boshqa odamdan 10 million ketishi mumkin. Agar siz hali aldanmagan bo'lsangiz, hozirdan profilaktika qiling. Birinchi qadam, bank ilovangizni kirib xavfsizlik sozlamalarini tekshiring. Parol oddiy bo'lmasin. Tug'ilgan sana 1001, 1234 telefon raqamining oxiri kabi parollardan foydalanmang. Imkon bo'lsa biometrik kirishni yoqing, lekin telefoningizning ekran qulfini ham kuchli qiling. Ikkinchi qadam, kartangiz uchun limit qo'ying. Masalan, bir kunda onlayn to'lov limiti 500 ming so'm yoki o'zingizga mos miqdorda bo'lsin. Agar katta to'lov kerak bo'lsa, vaqtincha oshirasiz. Bu oddiy chora firibgarlar katta summani birdan yechib olishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Uchinchi qadam, SMS xabarnomalarini yoqing. Har bir kirim-chiqimdan xabar kelib tursin. Ba'zi odamlar SMS uchun pul ketadi deb o'chirib qo'yadi. Lekin kichik xizmat haqiqatda yo'qotishning oldini olishi mumkin. Siz harakatni darhol ko'rsangiz, bankka tezroq murojaat qilasiz. 4-qadam, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, yosh ukangiz yoki singlingiz bilan gaplashing. Ularga bitta oddiy qo'yda ayting. Hech kimga kod aytmang, hech qanday havolaga shoshilib kirmang, pul yuborishdan oldin menga qo'ng'iroq qiling. Men buni juda muhim deb bilaman. Chunki firibgarlar ko'pincha texnik bilimi kamroq odamlarni tanlaydi. Agar pulingiz yechilib ketgan bo'lsa, nima qilasiz? Birinchi navbatda bankka darhol qo'ng'iroq qiling. Kartani bloklang. Mobil ilovadagi kirishlarni tekshiring. Parolni almashtiring. Agar boshqa karta yoki hisoblar ham bo'lsa, ularni ham vaqtincha himoyaga oling. Vaqt bu yerda juda muhim. Ba'zan 10 daqiqa ham katta rol o'ynaydi. Ikkinchi qadam. Barcha dalillarni saqlang. Qo'ng'iroq qilingan raqam, SMS xabarlar, Telegram yozishmalar, havola, bank operatsiyasi vaqti, summa, qaysi kartaga yoki hisobga ketgani ko'ringan chek, skrinshotlar. Hech narsani o'chirib yubormang. Hatto firibgar sizni bloklagan bo'lsa ham, avval yozishmalarni saqlang. Uchinchi qadam, bankka yozma murojaat qiling. Unda sanani, vaqtni, summani, operatsiya tafsilotini, sizda qanday shubha borligini yozing. Masalan, falonchi raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini bank xodimi deb tanishtirdi. Shundan so'ng kartamdan falon summa yechildi. Operatsiyani tekshirishni va imkon bo'lsa to'xtatishni so'rayman. Murojaat raqamini albatta oling. 4-qadam, ichki ishlar organlariga yoki kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha tegishli bo'limlarga ariza bering. Arizada voqeani tartib bilan yozing. Kim qo'ng'iroq qildi, qaysi raqamdan, nima dedi? Qaysi havolani yubordi, qaysi vaqtda pul yechildi, qancha summa ketdi? Dalillarni ilova qiling. Arizani og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanib qolmang. Yozma tarzda ro'yxatdan o'tkazing. 5-qadam. Agar pasport ma'lumotlaringiz ketgan bo'lsa, kredit tarixingizni tekshiring. Nomzingizga qarz, mikroqarz yoki boshqa majburiyat rasmiylashtirilmaganini bilib oling. Agar shubhali qarz ko'rsangiz, darhol moliya tashkilotiga va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Keyin ko'raman deb yurish mumkin emas. Chunki foizlar va jarimalar yig'ilib borishi mumkin. 6-qadam. Elektron pochtangiz va ijtimoiy tarmoqlaringiz parollarini almashtiring. Ko'pchilik faqat bank kartasini o'ylaydi. Lekin firibgar elektron pochtaga kirsa, bank, ijtimoiy tarmoq, onlayn do'konlar, davlat xizmatlari bo'yicha tiklash kodlarini olishi mumkin. Har bir muhim xizmat uchun alohida kuchli parol qo'ying. Bir xil parolni hamma joyda ishlatmang. 7-qadam,
telefoningizni tekshiring. Noma'lum ilovalar o'rnatilgan bo'lsa, o'chirib tashlang. Telefon sozlamalarida qaysi ilovalarga ekran yozish, SMS o'qish, kontaktlarga kirish, maxsus imkoniyatlar ruxsati berilganini ko'ring. Agar tushunmasangiz, ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Lekin ko'chadagi har qanday ustaga telefonni parolsiz berish ham to'g'ri emas. Chunki telefonda shaxsiy ma'lumotlar bor. Men ariza yozishda aniqlikni juda muhim deb bilaman. Meni aldashdi deb umumiy yozish yetarli emas. Quyidagilarni ko'rsating. Voqea sanasi, aniq vaqt, aloqa qilingan telefon raqami yoki akkaunt nomi, firibgar o'zini kim deb tanishtirgani, sizdan nima so'ragani, siz qanday harakat qilganingiz, qancha pul ketgani, bank operatsiyasi raqami bo'lsa, o'sha raqam pul qaysi yo'nalishda o'tgani. Hujjatlar sifatida pasport yoki ID karta nusxasi, bank kartasi yoki hisob bo'yicha ko'chirma. Operatsiya cheki, SMS skrinshotlari, yozishmalar, qo'ng'iroq tarixi, havola manzili, agar bo'lsa audio yozuv yoki ekran yozuvi ilova qilinadi. Hamma narsani tartibli qilib topshiring. Bu tekshiruv jarayonini yengillashtiradi. Bank murojaatda esa alohida urg'u bering. Operatsiya sizning roziligingizsiz yoki aldov orqali amalga oshirilganini, uni tekshirishni, qabul qiluvchi hisob bo'yicha choralar ko'rishni. Kartangiz va profilingiz xavfsizligini ta'minlashni so'rayotganingizni yozing. Bank sizning murojaatingizni ro'yxatga olganiga ishonch hosil qiling. Birinchi xato uyalish. Odam men qanday qilib aldanib qoldim deb hech kimga aytmaydi. Natijada vaqt yo'qotadi. Firibgarlar aynan shu uyalishdan foydalanadi. Aldanib qolish faqat sodda odamning ishi emas, juda bilimli. Tajribali odamlar ham shoshilinch vaziyatda xato qilishi mumkin. Ikkinchi xato, firibgar bilan yana gaplashish. Pul ketgandan keyin firibgar yana bitta to'lov qilsangiz, pulingiz qaytadi, komissiya to'lang. Blokdan chiqarish puli kerak deyishi mumkin. Bu ikkinchi tuzoq. Pul ketgan bo'lsa endi firibgar bilan muzokara qilmang. Bank va rasmiy organlar orqali harakat qiling. Uchinchi xato, skrinshotlarni o'chirib yuborish. Ba'zi odamlar jahli chiqib yozishmani o'chiradi, raqamni bloklaydi. Keyin dalil qolmaydi. Avval dalilni saqlang, keyin bloklang. To'rtinchi xato, mening telefonimda parol bor, demak xavfsiz deb o'ylash. Telefon paroli kerak, lekin bu yetarli emas. Agar siz o'zingiz zararli ilova o'rnatsangiz yoki kodni aytsangiz, telefon paroli sizni to'liq himoya qilmaydi. Beshinchi xato, bolalarga karta berib qo'yish. Bola o'yin, sovrin, bonus, bepul valyuta degan narsalarga ishonib karta ma'lumotlarini kiritishi mumkin. Agar farzandingiz telefoningizdan foydalansa, bank ilovasini parol bilan himoya qiling. Onlayn to'lov limitini pasaytiring. Unga ham oddiy tilda xavfsizlik qoidalarini tushuntiring. Har qanday shoshilinch qo'ng'iroqda 30 soniya to'xtang. Firibgar doim sizni shoshiltiradi. Haqiqiy tashkilot esa sizga rasmiy yo'l bilan tekshirish imkonini beradi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pulingiz ketadi. Hozir qilmasangiz ish sudga oshadi. Hozir kod bermasangiz bloklanadi desa bu shubhali. Har qanday havolani ochishdan oldin o'ylang. Xabar qayerdan keldi? Manba rasmiymi? Manzil to'g'rimi? Siz bu xizmatdan foydalanayotgan edingizmi? Kutilmagan sovrin, kutilmagan yordam puli, kutilmagan qarz xabari har doim tekshiruv talab qiladi. Pul yuborishdan oldin odamni tasdiqlang. Tanishingiz yozsa ham ovozli qo'ng'iroq qiling. Hozir gaplasha olmayman desa, pul yuborishga shoshilmang. Haqiqiy yaqin odam vaziyatni tushunadi. Firibgar esa sizni tezroq pul yuborishga majbur qiladi. Shaxsiy hujjatlaringizni hech kimga zaruratsiz yubormang. Agar yuborishingiz kerak bo'lsa, faqat rasmiy tashkilotning rasmiy kanali orqali yuboring. Telegramdagi noma'lum akkauntga pasport rasmiy yuborish xavfli. Karta ma'lumotlari bilan alohida ehtiyot bo'ling. Karta raqami ayrim holatda pul qabul qilish uchun yetarli bo'lishi mumkin, lekin amal qilish muddati orqa tomondagi kod, SMS kod, PIN kod hech kimga berilmaydi. Ayniqsa SMS kod bu sizning elektron imzoyingizga o'xshab qolgan. Uni aytish ko'p hollarda operatsiyani o'zingiz tasdiqlagandek oqibat keltiradi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Hozirgi firibgarlikning kuchi texnikada emas, odamni shoshirish, qo'rqitish va ishonchga kirishda. Agar siz kodni aytmasangiz, shubhali havolaga kirmasangiz, noma'lum ilova o'rnatmasangiz va har bir kutilmagan xabarni rasmiy manbadan tekshirsangiz, xavfni juda katta darajada kamaytirasiz. Agar pulingiz ketgan bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Bankka qo'ng'iroq qiling, kartani bloklang. Dalillarni saqlang, yozma murojaat qiling va rasmiy ariza bering.
Eng muhimi bu mavzuni oila a'zolaringizga ham tushuntiring. Chunki bitta odamning ehtiyotkorligi butun oilaning pulini va hujjatlarini himoya qilishi mumkin. Sizda shunga o'xshash holat bo'lganmi? Sizga ham shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa chiqarsin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Bu oddiy maslahat emas. Bugungi kunda har bir inson bilishi kerak bo'lgan xavfsizlik qoidasi.